SMM bo'yicha ikkinchi modul birinchi darsini boshlaydigan bo'lsak, raqobatchilar tahlili. Xo'p, raqobatchilar tahlili bunda asosan marketing instrumenti hisoblanadi. Bunda SMM menejer qilish shart bo'lmagan yo'nalish. To'g'ri, endi qilishi ham kerak, ya'ni buni asosan lekin marketolog qiladi. Ya'ni marketing budjeti katta bo'lgan kompaniyalar, o'zini kelajakini ko'proq ko'radigan kompaniyalar asosan marketologga qildiradi. Marketolog albatta bunda SMM menejer bilan birga ishlagan holda qiladi. Ya'ni raqobatchilarni kuzatish bu SMMda umuman olganda marketingda juda ham kerak bo'lgan instrument hisoblanadi. Xo'p, raqobatchilar tahlilini ham birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, xo'p, raqobatchilar tahlilini boshlashdan oldin bitta narsani yana aytib o'tishimiz kerak. Albatta bu nima deydi? Mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak ham raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Agar kompaniya o'sishini xohlasak, biz raqobat qilishimiz kerak. Ya'ni agar bizda raqobat bo'lmasa, raqobatchimiz bo'lgan taqdirda ham biz men o'zim qadriyatlarimga asosan sotaman desak, bunda o'sish bo'lishi qiyin. Ya'ni bitta qadriyat har doim ham o'xshayvermaydi, chunki bu yerda zamon talabi o'zgaradi, zamon talabiga nisbatan odamlar ham o'zgaradi. Bunda sotuvni amalga oshirish juda ham qiyin bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun raqobatchilardan har doim xabardor bo'lish kerak, ular bilan raqobat qilish kerak. Kerak bo'lsa kim o'zlariga o'ynash ham bu yoqda yaxshi marketing instrumenti hisoblanadi. Foyda beradigan narsa. Xo'p, raqobatchilar tahliliga keladigan bo'lsak, raqobatchilar tahlili o'zi nima? Raqobatchilar tahlili bu kompaniyaning raqobatchilarini kuchli kuchsiz tomonlarini aniqlashda yordam beradigan tahlil turi. Xo'p, raqobatchilar tahlili bu nafaqat boshqalarning zaif kuchli tomonlarini o'rganish, balki bozor holatini nazorat qilishda kompaniya uchun yordam beradi. Aytadigan bo'lsak, boyagidek bitta proyekt bor. O'sha proyektimizni qanchalik yana kuchaytirishimiz mumkin, ya'ni bizda nima kuchsiz bo'lyapti yoki kuchli bo'lyapti. Shu narsani bilishimiz uchun ham raqobatchilar tahlili kerak. Aytadigan bo'lsak, raqobatchilar tahlili bozor holatini nazorat qilishda deydigan bo'lsak, masalan, chetdan biz tovar olib keldik. Buni O'zbekiston bozorida sotmoqchimiz. Bizga raqobatdosh kim bor va u qanday instrumentlardan foydalanyapti? Marketing instrumentlaridan foydalanyaptimi yoki oddiy eskicha instrumentlardan foydalanyaptimi? Ya'ni bu yerda albatta barchasi sotuvga taqaladi. Qanday qilib sotyapti? Buni barchasini biz raqobat qilib, analiz qilib o'rganib borishimiz kerak. Aytaylik, o'sha biz chetdan tovar olib keldik va bu tovarimizni albatta faqat biz emas, boshqalar ham sotishi mumkin. Ya'ni bizdan oldin kirganlar yoki bizdan keyin kirganlar ham bo'lishi mumkin. Buni biz albatta nazorat qilishimiz uchun raqobatchilarni o'rganishimiz kerak. U qanday raqobatchilarimiz qanday marketing instrumentlaridan foydalanyapti, qanday marketing ko'nikmalari bor, ularda qanday kuchli tomonlari bor. Boya oldingi darslarimizda SWOT analizda ko'rib o'tganimizdek, biz buni barchasini nazorat qilishimiz kerak. Ya'ni raqobatchilarni o'rganib borishimiz kerak. Xo'p, raqobatchilar tahlili ikki turga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi to'g'ridan to'g'ri raqobatchilar, ikkinchisi turdosh raqobatchilar. To'g'ridan to'g'ri raqobatchilarni aytadigan bo'lsak, ular biznikiga o'xshagan, ya'ni mahsulot sotadi. Xizmat ham, mahsulot ham bir xil. Ya'ni O'zbekiston sharoitida aytadigan bo'lsak, ya'ni SMM holatida aytadigan bo'lsak, SMM emas, umuman produkt, tovar ma'nosida aytadigan bo'lsak, bizda supermarketlar turdosh raqobatchilar hisoblanadi. Havas, Korzinka, Amdavlus va boshqa ko'plab supermarketlarni to'g'ridan to'g'ri raqobatchilar deb olsak bo'ladi, chunki ularda xizmat ko'rsatish bir xil, produktlar bir xil, ularni mijozlari ham bir xil. Shuning uchun ularni to'g'ridan to'g'ri raqobatchilar deb atasak bo'ladi. Keyingisi turdosh raqobatchilar. Turdosh raqobatchilar ular o'rnini bosuvchi mahsulotlar yoki xizmatlarni taklif qilsalar ham xuddi shu mijozlarning ehtiyojini qondirishga harakat qilishadi. Xo'p, turdosh raqobatchilarga aytishimiz mumkin, misol uchun dasturchilar va dizaynerlar. Misol uchun aytadigan bo'lsak, dasturchi bironta dasturni backend qismini qildi, dizayner esa u ham shu mediada ishlaydi yoki bo'lmasa ishi onlaynga bog'liq, ya'ni reklama qilib beradi. Aytadigan bo'lsak, dasturchi oddiy dasturlardan foydalansa, Python, JavaScript, C++ yoki bu yoqda dizayner esa sotuvni amalga oshiradigan postlar yoki shunga o'xshash reklamalar tayyorlab beradi. Bunda ikkitasi ham mijozlarning ehtiyojini qondirishga harakat qiladi. Ya'ni bittasi kerakli produkt tayyorlaydi, ikkinchisi uni amalga oshirib beradi, ya'ni ommaga taqdim qilib beradi. Buni turdosh raqobatchilar deb ham atasak bo'ladi. Xo'p, raqobatchilar tahlili qanday o'tkaziladi? Birinchi o'rinda raqobatchilar kimligini aniqlashimiz kerak. Ikkinchi o'rinda raqobatchilar qanday mahsulotlarni taklif qilishini aniqlashimiz kerak.
Keyingisi raqobatchilar mahsulotlar uchun qanday narxlar belgilayotganini aniqlashimiz kerak. Xo'p, birinchisiga keladigan bo'lsak, keyingilarga keyinroq o'tamiz. Raqobatchilar kimligini aniqlashimiz kerak. Raqobatchilar aynan biznikiga o'xshaydigan raqobatchimi, ya'ni bu tepada aytib o'tganimizdek, turdasi raqobatchimizmi yoki to'g'ridan-to'g'ri raqobatchimizmi? Bularni aniqlashimiz kerak. Keyingisi raqobatchilar qanday mahsulotlarni taklif qilishini aniqlash kerak. Ya'ni aytadigan bo'lsak, bizda sotiladigan supermarket misolida oladigan bo'lsak, buni bizning supermarketimizda million xil tovar bor. Yana bizga nisbatan turdosh bo'lgan, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi bo'lgan do'konda esa 800 ming yoki 900 mingga yaqin tovar bor. Biz ulardan o'tishimiz yoki ularni agar bizda teskarisi bo'lsa, ya'ni boshqa supermarketda million xil, bizda 800 xil bo'ladigan, 800 ming xil bo'lsa, biz ulardan qanday mahsulot taklif qilishni aniqlashimiz kerak. Ya'ni bizda chunki bir xil ehtiyoj, bir xil sotuv, savdo nima deydi, xarid qiladigan odamlar. Shuning uchun biz har birini o'rganishimiz kerak. Keyingisi narx masalasi, qanday narxni belgilashni aniqlash kerak. Endi produkt sotgandan keyin baribir albatta hamma narsa ko'proq 90% narxga boradi. Endi o'ylashimiz mumkin, narx muhim emas, asosiy sifat. Yo'q, bu yoqda asosan narx katta rol o'ynaydi. Chunki bir xil tovar bo'lgandan keyin bizda narx juda ham bir konkurentlarimizga nisbatan, ya'ni raqobatchilarimizga nisbatan deyarli bir xil bo'lishi kerak. Ularda yoki pastroq yoki teparoq yoki bo'lmasa bir xil qo'yishimiz kerak. Nega? Chunki mijoz tanlov imkoniyati bo'ladi. Bundan oldingi, ya'ni CJM SWOT analizida ko'rgan bo'lsak, CJMda ko'radigan bo'lsak, bizdagi mahsulotni, ya'ni mijoz ko'rdi, tanidi, o'ylab ko'radi. Aynan biz mana shu joyda o'ylab ko'rishda narx masalasida ham kelishsak bo'ladi. Supermarket misoliga qaytadigan bo'lsa, yana supermarketda 1 litrlik suv boshqa supermarket, ya'ni raqobatchilarimizda 5000 so'm bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston sharoitida biz uni 4000 so'm yoki 4500 so'm yoki 4800 so'm qilishimiz mumkin. Bunda asosan narxlar bo'yicha juda ham katta o'zgarish bo'lmaydi. Tanlovchida, ya'ni xaridorda juda ham o'ylash uchun ko'p sharoit qolmaydi. Ya'ni ko'p katta holatda bizdan sotib olish mumkin. Ya'ni biz 200 so'm yoki 500 so'm arzon qo'yadigan bo'lsak, mijoz ko'proq oladigan bo'lsa, bizni tanlashi mumkin. Yoki bo'lmasa sifatli mahsulot bo'lgani uchun. Xo'p, keyin raqobatchilar mahsulotlarni qanday sotishlarini tahlil qilishimiz kerak. Raqobatchilar kontent strategiyasini tahlil qilishimiz kerak. Xo'p, raqobatchilar mahsulotni qanday sotishi. Xo'p, biz SMM bo'yicha gaplashayotganimizdan keyin albatta SMM social media marketing qismi bo'ladi. Marketing bu sotuv. Xo'p, marketing qismiga o'tadigan bo'lsa, ya'ni ular qayerda reklama qilyapti? Ijtimoiy tarmoqlarda yoki ko'chalarda, billboardlarda yoki bo'lmasa mashhur inflyuenserlar orqali. Biz barchasini tahlil qilishimiz kerak va ulardan qolmagan holatda imkon qadar ulardan ham yaxshiroq yoki bo'lmasa ulardan ham samaraliroq bo'lgan reklama instrumentlaridan foydalanishimiz kerak. Chunki albatta bu sotuvga katta ta'sir ko'rsatadi. Raqobatchilar kontent strategiyasini tahlil qilishimiz kerak. Bu aytib o'tganimizdek, kontent strategiya oldingi mavzularimizda aytganimizdek, ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni media orqali, Telegram, Instagram, YouTube, har xil Facebook orqali sotsa ham bo'ladi. Bularni kontent qanday qilayotganini tahlil qilishimiz kerak. Misol uchun aytamiz. Bitta video qildi yoki bitta YouTube'ga podkast qilganda sotdi. Sotish yoki o'zining brendini tanish jarayoni yaxshi foyda berdi. Bu bizga ham foyda berishi mumkin. Aynan bir-biridan ko'chirilmagan holatda. Bundan oldingi mavzularda aytdik. O'zbekiston bozorida brendlarning eng katta xatosi bu bir-biridan solishtirish, taqqoslash va ko'chirish. Ya'ni bitta brendga o'xshagan instrument, ya'ni reklama instrumenti boshqa brendga o'xshamasligi ham mumkin. Xo'p, aynan shu narsaga keladigan bo'lsak, bitta brendga o'xshagan instrument boshqa instrumentlarda qo'l kelmasligi mumkin. Xo'p, endi aytganimizdek, baribir SMM media har doim yangilanishlarni, yangilik qilishlarni talab qiladi. Bunda marketingda bitta case aytadigan bo'lsam, o'quv markaz blogerga, ya'ni inflyuenserga reklama beradi. Inflyuenserga reklama beradi, juda ham katta auditoriya, lekin bloger o'quv markaziga, ya'ni ingliz tiliga ixtisoslashgan o'quv markaziga mos emas. Bunda qimmat budjetga reklama beriladi. Bu albatta brendning egasidan, ya'ni ownerdan kelgan buyruq. SMM menejeri va marketolog bu yoqda qarshilik ko'rsata olmaydi va natijada nima bo'ladi? 200 ming deyarli Instagramda storiesda reklama berilganda 200 ming odamdan 27 ta odam sotib olish jarayonigacha boradi.
va bironta ham sotuv bo'lmaydi. Shundan keyin aytadigan bo'lsak, albatta raqobatchilarni o'rganish kerak. Raqobatchini o'rgangandan keyin o'zimizni ham o'rganishimiz kerak. Biz qanaqa produkt sotyapmiz, bizning produktimizga qanday reklama ishlaydi, inflyuenser ishlaydimi yoki ko'chadagi billbordlar. Bularning barchasini tahlil qilgan holatda biz raqobatchilarni analiz qilib, ulardan ko'proq sotishimiz mumkin. Xo'p, digital raqobatchilar tahlili. Oldingi mavzularda aytganimizdek, digital marketingda sotish hozirgi kunda urfga kirgan va bu kundan kunga rivojlanyapti. Bunda nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Raqobatchilarning kimligini aniqlashimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda bio qismi, ya'ni profillarini qanchalik yoritib berganligini aniqlashimiz kerak. Qo'yilgan postlar, joylangan postlari qanchalik odamlarga yoqyapti, izohlar yig'yapti, yoqtirishlar yig'yapti, bularning barchasini tahlil qilishimiz kerak. Bundan keyin yana Instagramda aytadigan bo'lsak, aktualnilar, ya'ni brend haqida qanchalik ma'lumot aniqlashtirilgan. Ya'ni bu aktualnida ko'rsatiladi asosan. Bularni ham aniqlab, o'zimizda ham buni tatbiq qilishimiz kerak. Keyin qo'yilgan post storieslar kuzatishimiz kerak. Qanchalik yaxshi va qanaqa formatda. Bu narsalarni biz, ya'ni digital bo'yicha olingan instrumentlarni boshqa brend qo'llaganini biz qo'llashimiz mumkin, faqatgina o'zimizga to'g'rilagan holda. Hop, ijtimoiy tarmoqlarda bio qismini oladigan bo'lsak, bunda PDP University va Najot ta'limni solishtiradigan bo'lsak, chunki bular O'zbekistonda topda turadigan ta'lim bo'yicha bizneslar hisoblanadi. Birinchi Najot ta'limdan boshlaydigan bo'lsak, hop, Najot ta'limda profilini ko'radigan bo'lsak, profilda bio qismida deyarli barcha ma'lumotlar berilgan. Ya'ni kompaniya nima qiladi? Zamonaviy kasblarni o'rgatadi, zamonaviy kasblar o'rgangan o'quvchilar qancha, ularni bitirgan o'quvchilar soni, qanchalik ishga kirishi foizi yuqori. Bularni ham kontent orqali ulashadi. Bu juda ham zo'r. Ya'ni mijozlarning fikrini olgan holda yangi mijozlarni jalb qilish. Bu bizga sarafa marketingga yordam beradi. Vizual jihatdan ham yaxshi ishlanadi. Keyin aktualnilar sifati tartibi yaxshi qo'yilgan. Ya'ni boya aytganimizdek, aktualni bu brend haqidagi ma'lumotlarni iloji boricha yaxshilab yoritib berish. Bu aktualni o'chib ketmaydi. Qachonki profil, ya'ni o'sha Instagramdagi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi profil bloklanguncha, ungacha bo'lgan davrda yangi kelgan mijozlar bemalol aktualnilarga kirib, kompaniya qanday yutuqlarga erishgan, qancha mijozlari bor va mijozlari mamnunmi, bu narsani ko'rib chiqishi mumkin. Bundan keyin biz yana qo'yishimiz mumkin, ijtimoiy tarmoq bo'lgani uchun, ya'ni qo'yiladigan videolar, postlar soni, storieslar soni, buni postlarga qancha odam qiziqish bildiradi, qancha necha kunda bir qo'yiladi. Ya'ni agar storieslarni oladigan bo'lsak, bir kunda nechta stories qo'yadi. Storiesni oladigan bo'lsak, albatta bu kompaniyaning live holatini aniqlaydi. Live holat deganda qanaqa? Bir kunlik ish kuni yoki bir kunlik jarayon qanday o'tadi? O'quvchi qanchalik keladi va bu yoqda markazga kelgandan keyin, ya'ni Najot ta'lim o'quv markaziga kelgandan keyin qanday holatda dars qiladi va qanday o'qituvchilar bilan ko'nikmalar shakllantiradi va kelajagi uchun qanchalik harakat qiladi, bularning barchasini storieslarda ulashib borish, ya'ni live holatda ulashib borish, bu juda ham yaxshi va bularni ham raqobatchilar tahlilida keltirib o'tish kerak. PDP Academy'ni ko'rsatadigan bo'lsak, bu yoqda ham profil biosida yaxshi tartiblangan, aktualnilar juda ham yaxshi, ya'ni vizual bilan ishlangan. Bundan keyin yana ko'radigan bo'lsak, agar postlar yaxshi, ya'ni postlar soni, qiziqishlari va bu yoqda postlarga qiziqishlar va postlar joylanishi juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Keyin oladigan bo'lsak, kuniga 2 dan 5 tagacha kunlik stories. Bu ham kompaniyaning live holatini ko'rsatib berishga juda katta yordam beradi. Bundan tashqari yana PDPda ko'radigan bo'lsak, direct qismiga, ya'ni kompaniya bilan bog'lanish qismini osonlashtirish uchun avtobotlardan foydalanilgan. Avtobotlar bu juda ham foydali. Ya'ni bizda sotuv menejerlarimiz bo'lsa, ya'ni kompaniyada masalan PDP Academy'ni oladigan bo'lsak, sotuv menejerlari yangi kelgan mijoz bilan bog'languncha, ya'ni to'liqroq ma'lumot bergunicha, avtobot yangi kelgan mijozga kompaniya haqida biroz bo'lsa ham ma'lumot berib, sotuv menejerigacha olib boradigan jarayonga tayyorlaydi. Buni ham albatta qo'llash kerak. Bu ham raqobatchilar o'rtasida juda ham katta foyda beradi. Ya'ni mijozni olib qolish uchun. Agar oladigan bo'lsa, ya'ni SMM sohasidan qaraydigan bo'lsak, mijozni 3 ta turga bo'lishimiz mumkin. Issiq mijoz, sovuq mijoz va o'rtacha iliq mijoz. Mijoz birinchi kelganda har xil bo'lishi mumkin. Issiq mijoz, ya'ni bu ko'rgandan keyin albatta sotib olishi mumkin. Sotib olish kerak, katta ehtimol bilan sotib oladi.
buni ushlab qolish oson. Agar iliq mijozini agar biz kelganda tezkor javob qaytarmasak, ya'ni javob olishini kechiktirsak, uni isita olmaymiz va sotuv qila olmaymiz. Bu o'z-o'zidan kompaniyani boya oldingi mavzularda aytganimizdek, bitta odam 10 ta odamni yomonlaydi degan, yo'lda uradi degan jarayongacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bitta bosqichda raqobatchilarni o'rganib, ular qanday instrumentlardan foydalanyapti va biz ulardan qanday instrumentlar foydalansak, ulardan ko'ra o'tib ketamiz degan ma'noda yoki ulardan yaxshiroq qilamiz degan fikr bilan va xayol bilan bularni to'g'ri analiz qilishimiz kerak. Xo'p, raqobatchilar tahlilini keladigan bo'lsak, hozircha bizda shular. Keyingi mavzularimizda yana davom etamiz.